Telefonotda 1.2 sotuli Euro remont kottejimiz sotuvga chiqdi. Obzorlarni ko'rsatamiz. Bitta ko'rasizlar, narxini oxirida aytib o'tamiz. Hovlimizga bitta mashina bemalol ketadi. Keyin katta hovlis qoldirilgan. Uyimizning obzorlarini ko'rsatamiz. Kirib kelganimizda uzun koridor kutib oladi. Chap hovlimizda oshxonamiz joylashgan. O'tdan ikkinchi etaj zinasi, chiqib turish. O'tda birinchi etaj sanuzorimiz joylashgan. Bu yerda bitta spayni. Birinchi etaj. Havo aylanishiga joy qoldirib ketilgan. Bu yerda birinchi etaj zalimiz. İkinci etajimizda anzorlarni ko'rsatamiz. İkinci etaja chiqamizda, o'ng qo'limizda bitta katta spaynamiz. İkinci etaj sanuzorimiz. Bu yerda hol qoldirilgan, televizorli zona. Bu yerda mana yana bitta spaynamiz. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, narxi $85,000.